roziman xizmatlariga. Hamma bor yo'g'imga, kam ko'stimga chidadi. Allohga shukr, shunday kelin menga berganiga. Keyin sekin-sekin aya ishlayman dedi. Mayli, o'zingga mos ish topsang ishla dedim. Ohangarondan qatnab ishlab yurdi 1 yil. Keyin qiynalyapsizlar, biron bir ijaraga turinglar bo'lmasam deb o'zim maslahat berdim. O'g'lim bilan kelishib, ikkalasi 1 yillar ijarada turishdi. Yana bir kun bordi, aya dedi, shunaqa subsidiyalar chiqyapti ekan dedi. Avvalambor prezidentimizga rahmat, shunday yoshlarga imkoniyat bergani uchun. Ko'p yaxshi tushunmayman, lekin menga tushuntirdi kelinim. Mayli, ilojini qilolsalaring, harakatlaring qilinglar dedim. O'g'lim bilan ikkalasi birga kelishib, subsidiya asosida mana yangi qurilgan uylardan oldi. Keyin bir kuni so'radim, qizim, sen o'zi nima ish qilasan? Ishing qanaqa? Men tushunmasam dedim. Aya dedi, men mana shu oilalarda yordam qilishga boraman deb aytdi. Keyin voy yaxshi, unda sen xalq duosi bilan ishlayar ekansan. Avvalambor men o'zim har doim sizlarga duodaman. Ko'pni duosi yaxshi, duo oladigan ish bo'lsa ishlayver deb aytdim. Hozir endi o'zim qizimday bo'lib ketgan. Haqiqatda o'zim qizimday. Bitta qizim 3 ta bo'lgan, katta kelinim ham bor, bu ikkinchisi. Yaxshi, muomalalari yaxshi, borimga, kam ko'stimga ko'nadi, xabar olib turadi. Allohim shu darajaga yetkazganiga shukr deyman. Aytaman, har doim aytaman. Tilla kelin deysizmi? Kelinim tilla, yaxshi, har tomonlama yaxshi. Rostdan ham yaxshi-da. O'zim yaxshi ko'raman, nihoyatda yaxshi ko'raman. Men ijtimoiy xodim sifatida 2024-yildan o'z mehnat faoliyatimni boshladim. Agar hozirda ko'rsatgan o'z mehnat faoliyatimdagi ko'rsatgan yutuqlarim bo'lsa, bular bilan chambarchas o'zimni ham taqdirimni yo'lga qo'yib oldim-da. 2024-yilda ishga kirganimda ijarada turardim. Oliy ta'limda o'qimasdim hatto. O'rta maxsus diplomi bilan ishga kirdim. Xudoga shukr, mana shu ijtimoiy himoya bir tomondan o'zimni ham o'zimni topdim demoqchiman-da. Bu boshqa shu kunga qadar ko'pgina joylarda, juda ko'p joyda ishladim. Hozir kunda ozgina ishimning mashaqqatlari bor. Men bu majburiy emas. Ish vaqtimiz 6 gacha, 9 dan 6 gacha bo'lgani bilan insonlari taqdiri yotgan bo'ladi. Arzimagan 1 soatda o'zida ham ko'rsatayotgan xizmatimiz kechikib qolishi mumkin. Kam ta'minlangan ijtimoiy reyestrga kirmoqchi bo'lgan muhtoj oilalarimiz bor. Bir kun ham ular 1 oy kutishiga sababchi bo'lishi mumkin. Yana o'zini holati og'ir bo'lib qolishiga sababchi bo'lib qolishi mumkin. Misolar haqida so'zlab berganimda, ularni Muhabbat opaga ko'rsatgan xizmatlarimiz, boshqalari aytib o'tish jarayonida ko'zimga yosh kelgani barcha mana shu mashaqqatlar, kechinmalari o'zimni ham boshimdan o'tgandi-da. Bir narsani aytib o'tmoqchiman. Bir vaqtlar biz ham onam o'zi bir ko'z bilan boqqan. Dadam vafot etgandi-da. Bizi vaqtimizda mana shunday xizmatlar bo'lmagan. Oddiy misol o'rinda aytib o'tishim mumkin, ularga saxovat ko'maydan kiyim-kechak ajratib berdik. Lekin o'sha vaqtlar biz ham o'sha qishki sezonda kiyimga muhtoj bo'lganimizda maktab tomonidan kurtka va etik berardi. Buni olishga nihoyatda uyalardik, chunki razmeri ham to'g'ri emas. Lekin biz o'shani kiyish xohlardik. Oyog'imizdan suv o'tgan vaqtlari ham bo'lgan. Lekin bizga o'zimiz xohlagan narsani ola olmasdik-da. Bugungi kunga kelib davlatimiz rahbari, prezidentimizga nihoyatda rahmatlarimni aytgim keladi. Chunki insonlarga hamma imtiyozlar bor. Davlat o'zi resurs ajratgan, to'g'ri va maqsadli yordam berilyapti. Qaynonam ish faoliyatimni tushuntirsam, eng savobli ishdamiz dedim. Eng savobli. Bu shu savobli ishim davomida hozir kunda 2025-yilda Olmaliq shahar eng faol ijtimoiy xodim nominatsiyasini bilan taqdirlashdi. Bayram bilan yurtimizning barcha ayollari, dunyodagi jamiki ayollari, xotin-qizlari, chin qalbimdan opa-singillarni tabriklayman. Avvalambor onamni, ikkinchi yana bir onam, qaynonamni ham alohida tabriklayman.